Har qanday inson hayotida bir lahza bo'lishi mumkinki, o'sha lahza tufayli inson hayoti izdan chiqib ketadi. Najot kutasiz, ammo u kelmaydi. Yorug'lik istaysiz, lekin u ko'rinmaydi. Avvalgi hayotga qaytish uchun vaqt ham ortga qaytmaydi. Siz eshitasiz, ko'rasiz, ammo sizni eshitishmaydi, ko'rishmaydi. Siz go'yoki yolg'iz holda zulmatga tashlangan bo'lasiz. 3 kun miqdoricha ham umid qolmaydi. Vaziyatdan qanday chiqishni bilmay qolasiz. Hech kim bilmaydi. Tasavvur qiling, sizni eshityapman, ammo ko'rmayapman. Siz bu hayotda chiqishi bo'lmagan qorong'u xonaga qamalib qolgandeksiz. Mana shu paytda nima qilasiz? Hozirgi jahon statistik ma'lumotlariga ko'ra, aynan shu jarayonda dunyo bo'ylab har 40 soniyada bitta odam o'z joniga qasd qilishga urinadi. Bu degani 20 milliondan ortiq kishi har yili o'z joniga qasd qilishga uringani hisoblanadi. Bugungi kunda o'z joniga qasd qilish jahon bo'ylab juda jiddiy ijtimoiy va sog'liq muammosiga aylangan. Buning sabablari ko'p. Kuchli ruhiy siqilish, depressiya, iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy izolyatsiya, zo'ravonlik va boshqalar. Xullas, yuqorida aytganimizdek, chiqishi yo'q bo'lgan qorong'u xonaga qamalib qolgandek gap. Agar siz ham hozir shu davrni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun yaratildi. Iltimos, diqqatni jamlang va sizdan ko'ra kuchliroq muammoga uchragan bir kishini tasavvur qiling. U yolg'iz o'zi mavjlangan dengiz ostida. G'azablangan bahaybat baliq qornida bir o'zi qolib ketgan. Bu hikoya afsona yoki ming bir kechadagi xayoliy qissa emas. Bu haqida Ka'baning Robbisi o'z huzuridan turib bizga xabar bergan Yunus alayhissalomdir. Yunus alayhissalom Allohning payg'ambarlaridan biri. O zotni Robbil alamin Iroqning Mosul viloyati yaqinidagi Naynavo degan joyga payg'ambar qilib yuborgan. O'sha paytda u yerning aholisi turli sanamlarga ibodat qilishar va har xil gunoh ishlar bilan band edilar. Yunus alayhissalom ularni Alloh taologa iymon keltirishga, gunoh ishlarni tark qilishga da'vat qildi. Lekin ular bu da'vatni qabul qilmay, fisq va fasod qilishlarida davom etdi. Mana shunda Yunus alayhissalom ularni ma'lum muddatdan so'ng Allohning azobi nozil bo'lishidan ogohlantirdi. Shundan keyin ham qavm ko'nmadi. So'ng achchiqlari chiqib, men o'z vazifamni ado etdim. Endi gunohkorlar ichida qolmasligim kerak degan e'tiqodga borib, shaharni tashlab chiqib ketdi. Bu ishni o'zicha, shunisi to'g'ri degan fikrla Allohning iznisiz qildi. Yunus alayhissalom yurib dengiz sohiliga yetib bordi. Bir kema jo'nash oldida turgandi. Uning egalaridan o'zini birga olib ketishlarini so'raganida ular rozi bo'ldilar. Kema dengizga chiqqanida birdan shamol ko'tarilib, dovul boshlandi. To'lqin kuchlanib, kema g'arq bo'lish xavfi tug'ildi. Kemachilar ham, yo'lovchilar ham qo'rqib dahshatga tushdilar. To'planib maslahat qilishdi. Mana shunda ba'zilari ichimizda gunohkor, hojasidan qochayotgan bir kishi borki, shuning uchun noqulay holda qolmoqdamiz deyishdi. Yana maslahat qilishib, oxiri qur'a tashlashga, u kimning chekiga tushsa, o'sha odamni qurbonlik uchun dengizga tashlab yuborishga qaror qilishdi. Bir necha marta tashlangan qur'a Yunus alayhissalomga chiqdi va u zotni dengizga tashlab yuborishdi. Allohning amri bilan u zotni ulkan baliq yutib yubordi va hazm qilmasdan qornida olib yurdi. Yunus alayhissalomda 3 ta katta xavotir va qo'rquv jamlandi. U kishi dengiz ostida, zulmat qa'rida va ulkan baliqning qornida edi. Biz aniq ishonamizki, sizda hali bu 3 holat jamlanmagan. Qorong'ulikda qolgan bo'lsangiz, turib kunga chiqishingiz mumkin. Och qolgan bo'lsangiz, yegulik topish mumkin. Dengiz qa'rida emas, yer ustida, o'z hovlingizda turibsiz. Qaror qabul qilishga shoshilmay turing. Yunus alayhissalom dengiz qa'rida va ulkan baliq qornida tirik holda qolib ketdi. Zunnun Yunusning qavmidan g'azablangan holda o'z qishlog'idan chiqib ketib, bizni uning ziyoniga hukm qilmaydi deb o'ylagan paytini. So'ng biz uni baliq qorniga tashlaganimizdan keyin qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan. Ey pok Parvardigoro, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim deb nido qilgan paytini eslang. Anbiyo surasi 87-oyat. Fussilat surasida esa bunday deyiladi. Bas uni Parvardigorning iznisiz o'z qavmini tashlab chiqib ketgani sababli malomatga loyiq bo'lgan holida bir nahang baliq yutib yubordi. Endi agar u Allohga doimo tasbih aytuvchilardan bo'lmasa edi, albatta u baliq qornida to qayta tiriladigan kunlarigacha, ya'ni qiyomatgacha qolib ketgan, halok bo'lgan bo'lar edi.
Bas biz uni xasta holida quruqlikka otdik va uning ustiga soya tashlab turishi uchun qovoq daraxtini o'stirib ham qo'ydik. Tafsirchilar Yunus alayhissalom baliq qornida 3 kun qolib ketgani haqida yozganlar. E'tibor bersangiz, Alloh u kishi haqida agar tasbih aytguvchi bo'lmaganida uni halok qilardek demoqda. Demakki, jiddiy muammoga uchragan odamning to yurak urib turar ekan, uning yordamchisi bo'ladi. Vaziyatni to'g'rilashga hali imkon bor. Imtihonga uchradingizmi? Muammoga kirdingizmi? Tasbih ayting va zudlik bilan Allohga murojaat qiling. Mana shu payt Yunus alayhissalom ham xatolarini tushunib, baliqning qornida turib, yolborib, zorlanib Alloh azza va jallaga o'sha mashhur duoni qildi. Sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan. Albatta men zolimlardan bo'ldim. Alloh u zotning duosini ijobat qilib, baliqqa amr qildi. U Yunus alayhissalomni ozor yetkazmasdan ochiq joyga olib chiqib tashladi. O zotning badanlari baliqning ichida oq yem bo'lgan va qattiq shikastlangan edi. Behush yotib qoldi. Shunda Alloh u kishiga rahim qilib, quyoshdan zarar yetmasligi uchun ustlariga soya solib turuvchi serbarg oshqovoqni o'stirib qo'ydi. Ushbu holatida bir muddat yotib, sog'ayib o'zlariga keldi. Alloh azza va jalla o zotga qavmi oldiga qaytib borishni amr qildi. Qavm Yunus alayhissalom ketib qolgach, azobning boshlanishi zohir bo'lganidan so'ng xatolarini tushunib, tavba qilishga o'tgan edilar. Kelayotgan azobni qaytarishni Allohdan so'rab yolborardilar. Ular 100 mingdan ko'proq kishi edi. Ana shu paytda Yunus alayhissalom ular huzuriga qaytib, barchalarini yana iymonga chaqirdi. Shundan keyingina Alloh ularning hammalarini hidoyatga boshladi. Ulamolarimiz aytishlaricha, aslida u zot boshqa payg'ambarlarga o'xshab sabr qilishi, Allohning amrini kutish kerak edi. Ammo bunday qilmadi. Qavmiga zarda qilib, yurtidan chiqib ketdi. So'ngra Alloh u zotni baliqqa yuttirib sinovga uchratdi. Ana o'shanda zulmatlarda turib, ya'ni kecha zulmati, dengiz osti zulmati va baliq qorni zulmatida turib Allohga yolvordi. Sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan. Albatta men zolimlardan bo'ldim deb nido qildi. Bu gap chin ixlos bilan Allohning ulug' sifatlarini eslab, o'zining aybdorligini bo'yniga olib, najot so'rab qilingan duo edi. Bas, biz uning duosini ijobat qildik. Unga g'amdan najot berdik. Mo'minlarga shunday najot beramiz. Ya'ni biz Yunusni qutqarganimizdek, boshqa mo'minlarni ham doimo shu tarzda qutqaramiz deyilyapti. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom kim g'amga mubtalo bo'lsa, ushbu oyatdagi la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosini o'qisa, albatta najot bo'lishini aytgan. Diqqat qiling. Yunus alayhissalom men o'zimga jabr qiluvchi zolimlardan bo'ldim deyishi bilan najot boshlandi. Odam ustiga kelayotgan sinov va imtihonlar katta ehtimol bilan o'zining xatosi tufayli bo'ladi. Bu paytda kuchli depressiya va stress foyda bermaydi. Lentani orqaga qaytaring va qayerda xato qilganingizni toping. Xato qochish bilan emas, uni tan olish bilan tuzatiladi. Agar xatoni topib, yuqoridagi duoni o'qisangiz, najotingiz o'sha kundan boshlanadi inshaalloh. Mavzuni qisqa bir hikoya bilan yakunlasak. Esingizda bo'lsa, Muhammad alayhissalomni Toif ahli toshbo'ron qildi. U zotning oyoqlari qonagan, o'zlari qiylangan holda bir uzumzor salqiniga kelib o'tirdi. Buni ko'rgan bog' egalari Utba va Shaybaning rahimlari kelib, o'zlarining Addos ismli nasroniy qulini chaqirib, uzilgan uzumdan olib bir idishga solganda, ana u odamga olib borgin, undan yesin deyishdi. Shunda Addos uzumni olib kelib, payg'ambar alayhissalomning oldiga qo'ydi va u zotga bundan yeb oling dedi. U zot qo'llarini uzatib, bismillah deb uzumdan olib yedi. Addos o'zi bilmasa-da Allohning payg'ambariga ozgina bo'lsa ham xizmat ko'rsatdi va bu xizmatning mukofoti juda katta bo'ldi. 7 qavat osmon uzra, arshning sohibi bo'lgan Rahmon, koinot egasi bo'lgan Rohim zot payg'ambari qiylanib turgan bir paytda bir shingil uzum ko'tarib kelgan Addosga mukofot hozirladi. Addos boyagi so'zdan ajablanib, "Vallohi bu gapni bu diyor ahli aytmaydi" dedi. Shunda Rasululloh alayhissalom undan "Sen qaysi yurtdansan? Qaysi dindansan?" deb so'radi. "Men nasroniyman, Naynavodanman" dedi Addos. "Ha, solih kishi Yunus ibn Mattoning qishlog'idanmisan?" dedi Rasululloh. Bu qimmatli ma'lumotni bu yerda yashab turgan arablar bilishi mumkin emasdi. Yunus alayhissalomni faqat bir kishi tanishi mumkin edi. Alloh tarafidan yuborilgan nabiy. Ko'zlari hayajonga to'lgan Addos diyrak tortib, "Yunus ibn Mattoni qayerdan bilasan?" deb so'radi. Shunda payg'ambar alayhissalom, "O birodarim, u nabiy edi, men ham nabiyman" dedi.
Addosning qo'lidagi idish tushib ketdi. Ko'zlari namlanib, qalbi jo'shib, o'zini qo'yarga joy topmay qolgan bir paytda Allohning hozirlagan mukofoti Addosga yetib keldi. Payg'ambarga ko'rsatgan kichik bir xizmati uchun juda katta hadya bilan mukofotlandi. Bu hadya milliardlab odamlarga berilmagan iymon hadyasi edi. Bu so'zlarni eshitgan Addos o'zini otib payg'ambar alayhisalomning boshlari, oyoq qo'llaridan o'pib, u zotga iymon keltirib, musulmon bo'ldi. Ha do'stim, bu buyuk hadya juda ko'pchiligimizga tug'ilganimizdayoq berilgan. Nega siqilasiz? Iymon egasi nega depressiyaga tushadi? Rasulullohga ummat bo'lib turgan odam nega stressga kirishi kerak? Qur'on ahli nega iztirob chekadi? Musulmon odam nega ruhiy zo'riqishi, nega asabiy bo'lishi kerak? Har qanday muammoga yechim bor-ku. Alloh azza va jalla agar tasbih aytib meni eslasang, senga chiqish eshigini men ko'rsataman deb tursa, yana nega o'ylanasiz? Alloh barchamizga yordam bersin. Bizni kuzatishda davom eting.